ketishyapti. Ana shu tepaligida bizga tepalikdan sal pastroqda, chap tarafda pastroqda loyni og'zi bor. Antiga bir kishi sig'adi xolos joyda. Bir kishi bizga tursa, bir kishi sig'adi xolos, bir kishi namaga qoladi. Shunaqa kichkina bor. Mana marketda taraflar ko'rib turar ekan subhanalloh. Hozir bana ko'tarib ketgan holatda ko'rinmay qolgan. Faqat ko'rib turgan joyda banaliklar. G'oyatda chiqish mashaqqat, shunda ham mashaqqat. Orolda turgan ro'yxatni joy eshigini yopib tashlagandek. Hozir kabiga kiramiz. Inshaalloh yana tavof qilmoqchimiz edik. Mana bugun chorshanba, odamni qaranglar. Mana biz tavof qilib keldik, juda kech qoldik-da. Akamiz narsa olib kelib, уже ovqat beryaptilar bizga. Qolmagan ekan ovqat. Отдельно хаваз группы taom. Xudoga shukr. Osh bilan yana tiftelkali sho'rva. Muhtaram. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kishilik Allah uzunluğu kishilik haqida nima deysiz? Za'abatga bo'lgan. Chunki nihoyat qanday ibodat qilsa bo'lgan. Hayotni o'rgangan deydi, Alloh taolasi nima bo'lardi? Biz yashash olishimiz ham mumkin edi degan ma'noda qattiq yig'laydilar. Joni qilgan o'tib, o'z vaqtimiz oz qoldi. Ko'pgina chiqib, Allohdan so'rab, namozlarimizni ado qilib, duolarimizni qilib, qo'yib Allohga zikr qilishimiz kerak bo'lar ekan. Chunki savobi nihoyatda kuchli ekan. Alloh taolo o'zi eshigini ochib qo'ygan paytida bundan fursatdan foydalanmasligimiz kerak bo'ladi. Mana o'nta vaqtimizda